tug'ruqdan keyin qorin osilib qolishi yoki o'tirib turganingizda havo chiqishi yoki aksirsangiz yo'talsangiz tomchi CD tomish holatlari bo'layotgan bo'lsa yoki tug'ruqdan keyin chilla davridan keyin yaqinlikda judayam bir o'zingizga ishonchingiz pastlab ketib yaqinlikda qanaqadir sizga yoqmaydigan holatlar havo chiqishi yoki namlik ko'payib ketishi yoki haddan tashqari qurib ketishi yoki yaqinlikdan keyin og'riq paydo bo'lishi bular sizni o'zingiz ustingizda ishlashga undaydi va bulardan tezroq xalos bo'lgisi keladi. Birinchi qilinadigan xato darrov qorinni yo'qotish uchun press mashqlarini qilish. Buni aslo qilmang. Chunki bu mashq qilayotganingizda haligi bo'shashib turgan qin, ya'ni tug'ruq paytida katta bo'lib kengaydi, endi qisqarib ulgurmasdan qanchadir qisman qisqarib, o'zini tonusiga kelmadi hali. Siz bu paytda darrov press mashqlarini qilsangiz, organlaringiz yana ham battar pastlashni boshlaydi. Haligi aytganimdek, havo chiqishi, CD tutolmaslik, CD tomchilab qolishi va yaqinlikda havo chiqishi juda ham ko'plab muammolaringiz battarlashib, o'zingizga katta muammoni olib kelib olasiz, chaqirib olasiz. Aynan shu bittagina qorin uchun press qilganingizda, ya'ni ichkarida bosim kuchli, organlaringiz pastda turibdi, uni yana ham mashq qilib pastga itarib qo'yishingiz mumkin. Hozircha bu holatda tug'ruqdan keyin darrov press mashqlarini qilmasdan ko'proq organizmni dam olishiga va to'liq tiklanishiga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni bunaqa sportlarni chekkaga suramiz, o'zimizga dam beramiz. Ya'ni mushaklaringiz ham, organizm ham tiklanishi kerak. Chunki siz kuchli stress oldingiz. Endi birinchi bo'lib nima qilishingiz kerak? Siz intim mushaklar bilan ishlab, mushaklarni qon aylanishini tiklashingiz kerak. Ya'ni eng yengil mashqlarni bajarib, qonni tezroq aylanib, tezroq immunitet hosil bo'lib, o'chib qolgan yoki pasayib ketgan immunitetingizni ko'tarishga harakat qilishingiz kerak. Siz birdaniga kuchli mashqlar qilmasdan asta-sekin qon aylanishini tezlashtirish uchun, masalan, inti fitness mashqlarini eng yengil etapda bajarib, tanani sekin uyg'otishingiz kerak. Agar holatingizdan kelib chiqib, kesirva bo'lmagan bo'lsangiz, razrif bo'lmagan bo'lsangiz, tabiiy tug'ruq bo'lsa, unda stretching mashqlarini, pilates mashqlarini bajarib, tanada qon aylanishini tiklab turishingiz kerak. Bu albatta 40 kundan keyin. Xo'p, intim mushaklaringizni uyg'otib oldingiz, qanchadir vaqt, bir hafta oralig'ida qon aylanishini tikladingiz. Endi mikro siqishlarni amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni yana ham o'zingizga uyg'onishga yordam berishingiz, intim mushaklaringizni harakatga solib, ularni yana ham chiniqtirasiz. Endi nafas olish texnikalarini bajarishingiz kerak. Ya'ni chuqur qorin bilan nafas olishni, organizmni kislorod bilan ta'minlashni o'rganishingiz kerak. Bu sizga juda ham yaxshi yordam beradi. Qon bosimingizni normaga solishdi va kislorodni butun tanaga tarqatishga yordam beradi. Undan tashqari, birinchi haftadan 6-haftagacha umuman qilishingiz mumkin bo'lgan mashqlar qo'llanmasini aytib o'tib ketmoqchiman. Endi siz tanani qanaqadir kuchli mashqlardan asrashingiz kerak. Bilib bilmasdan ko'pchilik sakrash mashqlarini, skakalkada sakrashni yoki boshida aytganimdek press mashqlarini og'ir tanaga nagruzka beradigan, aytaylik, gantel bilan qilinadigan mashqlarni umuman bir haftadan 6 haftagacha qilish taqiqlanadi. Ya'ni qilmang, bu mashqlarni umuman qilmang. Sizda muammo battarlashib ketmasligi uchun siz to'g'ri mashqlarni qilishingiz kerak. Bu deganim faqat intim fitness mashqlari intim zonaga ta'sir qiladi degani emas. Butun tanangizga ta'sir qiladi. Hattoki shu osilib qolgan qorinni joyiga keltirishga va ichkaridagi bosimni normallashtirishga, ichak mikroflorasini yaxshilashga, metabolizmni yaxshilashga juda ham katta yordam beradi va tanadan stress tezroq chiqib ketishiga yordam beradi. Shuning uchun ham kuchli mashqlarning o'rniga sekin-sekin etapma-etap intim fitness mashqlarini bajarsangiz va to'g'ri yengil bosimlardan boshlasangiz, siz tezroq tiklanib, tezroq muammolaringizdan xalos bo'lasiz. Endi kesirva bo'lgan ayollarimiz 6 oygacha umuman mashqlar mumkin emas. Aytaylik, intim fitness mashqlari ham, fitness mashqlari ham, butun tanaga qilinadigan mashqlar ham umuman mumkin emas. Chunki u yerda chuqur qatlamda kesilgan, bachadon kesilgan, qorin mushaklari, yog'lar, teri to'qimalari, muskullar hammasi joy-joyiga kelib, bitib, tiklanib olmaguncha umuman mashqlar mumkin emas. Siz 6 oy davomida o'zingiz tanangizni
nafas mashqlari orqali tiklanishiga yordam berib turishingiz kerak. 6 oydan so'ng bo'lsa, haligi aytgan etapimda sekin-sekin mashqlarni bajarsangiz bo'ladi. Razrif bo'lgan ayollarimiz ham xuddi shunday. U yerda intim zona kesiladi. Shuning uchun 4 oygacha faqat o'zini ehtiyotlab, choklar bitishi uchun harakat qilish kerak. Ya'ni razrif sabab kenglik paydo bo'ladi albatta. Undan tezroq xalos bo'lishga ayollarimiz tez kirishib ketadi. Chunki yaqinlik paytida bu juda ham noqulayliklar tug'diradi. Shuning uchun ham tezroq intim fitness bilan shug'ullansam, u tezroq choklarni yopilishiga, aytaylik, ochilib ketgan bo'lsa yoki bo'shashib ketgan intim mushaklarni tezroq tiklash uchun harakat qilishadi. Bu noto'g'ri. Qachon organizm o'zini tiklab olsa, siz unga yordam bersangiz, qattiq stress bo'lavermasdan, tanani zo'riqtirmasdan, bu deganim uyda hech qanday ish qilmang, faqat yoting deganim emas. Prosta kechki payt uxlashga yotganda qorin bilan nafas olib, o'zingizni tinchlantirib, dam olishga, uyqu fazasiga, chuqur sho'ng'ishga yordam berishingiz kerak. Chunki uyquda mushaklaringiz ham, organizm ham tiklanadi. Butun tanaga foydasi bor. Shu mashqni hozir o'rgatib ketmoqchiman. Ya'ni siz burundan chuqur nafas olasiz. Bitta qo'lingizni o'ng qo'lingizni ko'krak qafasingizga, ikkinchi chap qo'lingizni qorin sohasiga qo'yib olsangiz, aytaylik, kindik atrofiga qo'yib olasiz va nafas olganingizda chap qo'lingiz tepaga ko'tarilishi kerak. Tepaga ko'tarilganda siz to'liq kislorodni organizmga olib tushgan bo'lasiz va endi chiqarish mobaynida og'izdan chiqarishingiz kerak. Sekin chiqarasiz. Aytaylik, 4 sekund nafas oldingiz, 3-4 sekund nafas oldingiz. Endi nafasni chiqarayotganda chap qo'lingiz pastlaydi. O'ng qo'l umuman ishlamayapti. Ko'krak qafasimiz ishlatyapmiz. Chap qo'l pastlab boradi va qorin mushaklari sekin pastlaydi. Qorindagi bosim tashqariga chiqib ketadi. Bu mashqni har kuni uxlashdan oldin 10 daqiqa takrorlasangiz, sizda tinchlanish holati, uyqu fazasiga chuqur sho'ng'ish holati va butun organizmni kislorod bilan to'yintirish holati bo'ladi va tana to'liq uyquda yangilanish protsessi yuzaga keladi. Ya'ni tana o'zini o'zi yangilab, jigar tozalanadi, gormonlaringiz joyiga tushishiga yordam beradi va organizm yana ertalab baquvvat holatda uyg'onadi. Bu narsaga albatta amal qiling. Azizlarim, hozir shu paytda aytib o'tib ketmoqchiman. 6-8 hafta oralig'ida, aytaylik, 8 hafta desak ham bo'ladi. Tabiiy tug'ruqda 8 haftagacha o'zingizni ehtiyotlab, shu nafas mashqlarini bajarib, tanani dam olishiga yordam bering va keyin 6 haftadan keyin yoki 8 haftadan keyin ginekolog huzuriga borib, tanani polniy tekshirtiring. Ya'ni intim zonani tekshirtiring. Bachadoningiz holatini, tuxumdonlar va qinni hammasini tekshirtirganingizdan keyingina aytganimdek sekinlik bilan mashqlar qilishni boshlang. Bu mashqlar albatta sizga yordam beradi. Intim fitness aytganimdek butun tanani tiklanishiga yordam beradi. Endi razrif bo'lgan, kesirva bo'lgan ayollarimiz o'zini muddatida, ya'ni 4 oy yoki 6 oydan so'ng ginekologga ko'rinadi, choklarni tekshirtiradi. Razrif bo'lgan bo'lsa, ichki choklarini va tashqi choklarini hammasini tekshirtiradi va ginekolog bilan maslahatlashib, bemalol intim fitness mashqlarini boshlashi mumkin. Unda ham kuchli nagruzka bermasdan, yengil mashqlar bilan tanani sekin uyg'otib, mashqlarga o'rgatamiz va chiniqtiramiz tanani. Maslahatlarimga amal qiling. Albatta siz uddalaysiz. Ya'ni tanani stressdan xalos qilishga va tezroq tiklanishga o'zingizga o'zingiz yordam bering. Bu narsa albatta sizga asqotadi.